QA bu Quality Assurance, ya'ni sifatni ta'minlash deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi. QA mutaxassislari mahsulotlarni sinovdan o'tkazib, xatolarni topadi va foydalanuvchiga sifatli mahsulot yetib borishini ta'minlaydi. Oddiy qilib aytganda, ular dastur yoki saytni buzib ko'radigan va xatolarni aniqlaydigan insonlardir. QA orqali veb-saytlar, mobil ilovalar va tizimlar sinovdan o'tkaziladi. Xatolar topiladi va ishlab chiquvchilarga yetkaziladi. Mahsulot foydalanuvchi uchun qulay va to'g'ri ishlashiga kafolat beriladi. Avtomatik testlar yoziladi. Boshlovchi QA mutaxassislari oyiga $400, $1000 daromad topishlari mumkin. Tajribali QA'lar esa 2000, 4000 yoki undan ham ko'proq daromad olishlari mumkin. QA kasbi ham masofadan ishlash imkoniyatini beradi. Oddiy test qilish jarayonlarini 2-4 oyda o'rganish mumkin. Avtomatlashtirilgan testlarni o'rganish uchun esa 6-12 oy kerak bo'ladi. Professional darajaga chiqish uchun esa 1-2 yil zarur. Diqqat va aniqlik, mantiqiy fikrlash, hujjatni o'qish va yozishni bilish, muammo topishga qiziqish, sabr va muloqot qilish qobiliyatlari QA sohasida muhim narsalar hisoblanadi. Shuningdek, texnik bilim, ya'ni biror dasturlashtirishni bilish foydali, lekin boshlash uchun majburiy emas. Muhimi qiziqish va harakat. QA ham boshqa yirik sohalar kabi bir nechta yo'nalishlardan iborat. Manual QA, Automation QA, Mobile QA, Web QA, Performance QA va Security QA'lar shularga misol bo'la oladi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, QA bu zamonaviy barqaror kasb. Sizga dasturlardagi kutilmagan xatoliklarni topish, ularni tahlil qilish qiziq bo'lsa, bu soha aynan siz uchun.